Minecraftga 5 minutdan beri kirganim yo'q obunachilar va bu juda ham ko'p. Voy, tezroq kirib o'ynagim kelyapti. Mana juda ham o'ynagim kelyapti obunachilar. Va bu juda ham yomon. Yo'q, hacker. Yo'q, obunachilar. Men hozir o'zimni qishlog'imdaman. Ha. Nima deysizlar obunachilar? Men juda ham adashib kirdim. Men obedlanmadim, kakrash chiqib ketishim kerak. Yo'q, kapochi, to'xta bo'lam. Dadajon? Qani meni uyim, dadajon. Yo'q, hacker. Qani meni uyim? Kim bu? Odini siqilmasan, o'zingning uyini topsang-da, men joyiga qaytaraman. Sen siqilmading bolajon. Bo'lmasam taksiga o'zing qiynab qo'yishim mumkin. Nima deysan? Sen jinnimisan? Yo, sen jinnimisan? Men hozir 1000 ta ko'zinchalarning orasida men o'zimnikini topishim kerakmi? Ha, to'g'ri topding, kapot. To'g'ri topding. Juda ham to'g'ri. Hop, obunachilar. Hop, nima qilsak bo'ladi? Rozi bo'laylikmi yo urib bo'qini chiqarib qo'yaylikmi? Hop. Obunachilar shunday olib turib men ishga tashab qo'ydi. Qanchalik bu haqqoniyman, o'zim ham bilmayman. Yo, obunachilar. Xo'p, mayli, men bu bilan shug'ullanmayman. Ha, bo'pti, kapot. Agar to'qsangiz, bir stak izumrud beraman. Ha, bo'ldi. Men shu bilan qiziqdim. Bo'ldi, davay, xohlaganingcha qidiraman. Bir stak izumrud obunachilarga his qilyapsanmi? Qancha? Xo'p, mayli. Xullas, mayli, topishni boshlasan, topib bo'lganingdagi meni chaqirasan. Biz seni uyingni joyiga qaytaramiz bir stak izumrud bilan. Ha, bo'pti, boshlaymiz obunachilar. Yo. Qattiq. Bu men uchun uncha qiyin bo'lmaydi degan umiddaman, sabab 1000 tadan ko'p video olganman o'zimni ko'znichamda. Xo'p. Va batta rostdan ham 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Yo. Obunachilar. Juda ham ko'p. Oho. Mana shu uyimikin? Voy, lava bor ekan. Yo'q, bu emas. Aniq emas, bu lava emas. Bu yerda va bu ham noto'g'ri qo'yilgan notebookim. Ichida kalit qanaqadir. P1S2 nima degani bu? Yo'q, obunachilar. Menda bitta savol bor. Bu qanaqadir parol bo'lsa kerak. Ha. Bu birinchi rad. Ikkinchisi bo'lish kerak. Ha, mana birinchi rad. Mana obunachilar. Найди 9 ta olmas topishimiz kerak obunachilar. Yo, bu rostdan qiyin bo'ladi. Mana 2 ta. Yaxshi. O'z sondiqni kravatni tagida 3 ta. Scrooge McDuck. Hop, bitta yana qayerda bo'lishi mumkin. 4 ta rels va oyna. Juda ham qiziq. Mana shu yerda yana 3 ta, mana 9 ta. Yo, 9 ta olmos topildi. Endi nima qilish kerak? Xo'p. Endi nima qilamiz obunachilar? Yo, juda ham miya qatyapti. Xo'p, qanday topaman? Qaysi uyga 9 ta olmas? Notebookda ko'ramiz. Xo'p, kalitni tashlab yuboramiz obunachilar va notebookdan qidirib ko'ramiz. Balkim o'sha notebookda chiqib qolar bizga kerakli uy. Bo'pti. Balkim 9-strochkada birinchi uydir. Mana hamma shit bosish kerak. Qani? Yo, bu meni uyim bo'lmasa kerak obunachilar. Menimcha bu meni uyim bo'lmasa kerak. Sabab men noto'g'ri tanlab oldim. Qani. Ha, cho'ta bat nitode. Yo, balkim unda qati 4 3-chi. Obunachilar, men tushundim. Qaranglar, relsga stiklo emas, stikloga yoki rels emas, S bilan R. Aniqrog'i birinchi strochka-yu, ikkinchi, 4-chi rad. Shunday qilib, xullas uyni topib olsak bo'ladi. Ha, birinchi S harfi.
Bo'ldi, men topdim. O'tgan safar taqati, kalit taqa narsa bu. Bo'ldim, sizlar tushundinglarmi yo'qmi? Men aniq bilmayman, lekin men tushundim va hozir sizlarga o'sha uyni ko'rsataman. Xo'p, birinchisi, ikkinchi strochka, mana 4-rad, manet emas. Mana mashit bo'lish kerak. Obunachilar mashit bo'lish kerak. Yo, yana jitel. Mana karta sotyapti 9 ta olmazga. Aniq to'g'ri topdik. Ha, 9 ta olmazimizni mana shu yerda ishlatsak bo'ladi. Xo'p. Voy, obunachilar mana shu yerda bor ekan. X belgisi bor ekan va biz menimcha shu yerga borishimiz kerak. Xo'p, mana X belgisi va tezda o't olamiz. Xo'p, bo'ldi, men lokatsiyasini eslab qoldim va men o'sha yerga boraman. Menimcha biz sirni ochdik shekilli obunachilar va bu juda ham ajoyib. Ketdik, o'sha yoqqa boramiz. Xo'p, mana shu yer bo'lish kerak. Bo'ldi, mana shu yer ham obunachilar. Ha, qani? Sondiq va bu yerda qanaqadir qilich. Xo'p, yo. Pastga tushish kerak. Tunnel ekan bu. Ajoyib obunachilar. Voy, uradigan jitillar. What the fuck? Nima ular meni urishyapti? Tavba qildim. Voyda, obunachilar ko'rdingmi? Menga jitillar hujum qilyapti. Jitillar rad 6. Mana kirka va strochka 7. 7-strochka bu o'zi boshqa uyga boradi. Xo'p, ketdi o'sha uyga obunachilar. Nima qilamiz? Rasa labirint qilib tashabdi. Haker, ama молодец. Lekin 1 izumrudga arziydigan narsa bo'lishi kerak. Xo'p, boramiz va mana shu yer bo'lishi kerak, adashmasam. Ha, cho'tta bu yerni ko'ramiz, obunachilar qaranglar. Bekorga kirka berilmaganda. Xo'p, qayerda nima bor ekan? Bedrock. Hakerda bedrock bor, obunachilar. Wow, просто. Hakerda bedrock da. Xo'p, mana tezroq quramizda almas obunachilar. Yo, bu ajoyib. Mayli, almas oldim. Birinchida 7-strochka. Zeriktirib bordi. Endi mana shu yoqqa borishimiz kerak ekan obunachilar. Boshqa hech narsa yo'qmi? Xo'p, mayli, narsaga qo'yib qo'yamiz. Yo, cho'ta hech narsa yo'q obunachilar. Menimcha katta holatda yo'q. Ha? Yo'q ekan. Bo'ldi, mana shu uyga borar ekanmiz-da. Voyda, ama rostdan labirint qilib tashabdi. Borib, молодец, men hayron qoldim. Birinchi rad, 7-strochka. Xo'p, mana shu yer. Endi buni to'g'rilash kerak. Xo'p, mana qo'ydik, endi kirdik. Nima bo'ldi? Bu yerda sondiq. 1 2 3 2 1 de bu rosa ko'p sonli var ekan. Xo'p, 1 5 7 1 to'xtanglar, menimcha masha imенно bizni parolimiz obunachilar. 1 5 7 8 0 5 7 8 yo'q, bo'lishi mumkin emas obunachilar. 8 7 5 0 yo'q, 1 bo'lishi mumkin bu. 1 5 7 8 da ochildi. Xo'p, endi bu yerda yana 5-rad, 8-strochka ketdi. Bo'ldi. Bir rad strochkalarda bor, yaqinda men jinni bo'lib qolaman. Xo'p, mana endi oddiy uyga o'xshayapti-yu. Normalniy, meni uyimga o'xshayapti. Voyda, endi parkour obunachilar. Yo'q. Let's go, parkour o'tamiz. Xo'p, mayli, ketdik, boshlaymiz-da. Parkourni o'tamiz. Xo'p, 1 2 3 4 ketdik. Bu yerda zinalilarni men juda ham yomon ko'raman, o'talmayman hisob. Lekin bu safar omadim keldi shekilli. Xo'p, o'tdik. Xo'p, bu yerda qanaqadir peshera va fakellar orqasidan yuramiz, like always. Har doimgidek. O'zimni qaysidir ko'zimga chiqdi. Va bu yerda nima bor? Voy, Steve. Bu haqiqiy emas ekan, bu narsalar bu просто ko'rsatyapti ekan, NPC ekan bu. Xo'p, qaqa qo'liga qarash kerak shekilli. Uryapmiz va qo'li narigi uyni ko'rsatyapti. Narigi uyga ketdik. Xo'p.
Va bu mani qishlog'im. Mani qishlog'im deyman, mani qo'shnisam obunachilar. Va bu mani telefonim. Ha, bu mani telefonim. Xudoga shukr. Topdim hamma joyida va bo'ldi mana topdim. Qani nimani topamiz? Xo'p, bo'ldi, noutbukim ham ishlayapti. Vo, ajoyib obunachilar. Наконец-то topdik, bo'ldi. Bu juda ham ajoyib. Va endi biza nima qilsak bo'ladi? Xo'p, mayli, hamma yo'g'im joyida turibdi ekan va bu juda ham yaxshi. Lekin rasmiyam achib ketdim. Mana shu rad, strochka qilaverib. Xo'p, endi ketdik xakerning oldiga. Men topdim. O'zimni uyimni topdim va sen endi menga o'sha aytganingni bir stak izunut berishing kerak. Tushundingmi? Ha, malades kompot bo'ldi, lekin bir stak izunutga uxlading. Qanaqa uxladim? Uxladim. Yomma-yo, yo'qolib qoldi aqabaqa qaragunimgacha. Yomma-yo, to'g'ri, nimaga o'zi qurgan zerikarli narsani o'tdim. Miyam achdi. Vayda. Obunachilar. Mintani oldisida men o'zimni derevenskiy kuznicamni topdim va cheater meni uxlatib ketdi. Sizlar bilan men kompotida videoga bitta like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar, bo'lmasam bo'pti.